Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari, hurmatli mijozlar. Mana bugun yana polistrol blok seximizdan videomizni olib boryapmiz. Mana bloklarimiz. Ular hammasi 25 minglik bloklar, 25 mingga 24 minglik bloklar. Hozir 24 minglik chiqayotgani yo'q, hammasi bilan 25 minglik bloklar chiqyapti. Blokning narxi nimaga ko'tarilib ketdi deb elektrikalar yozgan ekan. Sementni narxi ancha ko'tarilib ketgan, o'zlaringiz bilasizlar. Keyin masalan mana olib keladigan qumlarimizda narxi ko'tarilib ketgan. Avval 600 ming oladigan qumlarimizda hozir 1 million 300 ming olyapmiz. O'shaning sababiga ko'tarilgan, po'kaklarimizda ham narxi ko'tarilgan. O'shaning hisobiga bloklarimiz ham ko'tarildi. Mana bloklarimiz. Bu yerda hozir bir 2000 tacha blok bor. Gideta avval bir 5,5 mingta 6 mingtalar blok bor edi. Mana shu yerlar polnisda to'la edi. Kattaqo'rg'onga jo'natdik. Urgutga jo'natdik. Qashqadaryoga jo'natdik, keyin Navoiyga jo'natdik. Hali Navoiylik akalardan ham yana 500 ta astavkasi bor. O'sha 500 tani ham yuborishimiz kerak. Bloklarimiz hozir bugun mana 22-apreldagi narximiz, 2025-yildagi. Agarda shu biznesga qiziqayotgan aka-ukalarimiz ham bo'lsa, polnisda shu nimalarni taxlab beramiz. Mana ishxonamiz. Mana shu yerda polnisda taxlab yaqinda navislar qurishimiz kerak. Hozirroq unga bloklarimiz ertalab qo'yilgan bloklar. Shu biznesga qiziqqan aka-ukalarimizga polnisda mishalkalarni taxlab beramiz. Mana bu yerda yangi qoliplarimizdan ostatga qolgan. Bu yonboshi, o'rtasi. Yana gattak zanglarga mana bitta shelipopga qilib tashlaymiz. Hali umuman ishlatilmagan bu qoliplar. Mana mishalkamiz chala turibdi hali. Bu tezkor turibdi, chapaq qo'yganmiz. Keyin mana bu yerda ham bittasi bor. U ham shunday qilib qo'yilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Zakaz bermoqchi bo'lsangiz, oldindan zakaz berasiz, shunga qarab chiqarib beramiz. Nalichida blok kam bo'ladi bizlarda. Hozirroq kutishingizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Bir xil akalarga kelgandan blogini tayyorlab beramiz. Sabab zakaz berib ketgan akalarda betoni tayyor bo'lmaydi ko'bini. O'shaning uchun telefon qilib bilamiz, zakasi qachonga ekanligini, qachon yuborishimizni aytadi. Shunga qarab balki ularni blogini ham berib yuborishimiz mumkin. Endi betonchilarga qarab, ko'pchilik endi hozir mana beton quydiryapti. Betonchilarni hozirgi paytda bilasizlar, qo'l-qo'lga tegmaydi. Yaqinda mana Qashqadaryolik akalarga ham yuborgan paytimiz xuddi shunday bo'ldi. Bloklarni jo'natish kerak edi. Hali beton tayyor bo'lmagani uchun 20 kun orqaga qoldirgan edi zakasini. Shuning uchun Qashqadaryolik akalarga berib yubordik. 1600 ta blogimizda. Qashqadaryolik akalar o'tgan yil ham oldinda edi, hozir ham oldinda. O'tgan yil ham Qashqadaryoga juda ko'p jo'natdik, mana shu yil ham. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga qoldiring yoki aloqaga chiqing. Aytganingiz esdan chiqdi. Yangi qoliplarimizning narxi 3 million 500 ming so'm. Mishalkamizning narxi 25 million so'm. Drabelkamizning narxi 6 millionligi bor, 12 millionligi bor. Qum elagimiz bor. Qum elagimiz 3,5 million so'm. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha.